Assalamu alaykum barliq qarindoshlar. Men bugun sizlarga bir kishini tanıştırmoqchi, u bo'lsa Zakir apandim. Men uzun yıllardan beri baş meselesinde nurgun qiyinchiliklarga duch kelib, nurgun xafalıqlarni tapdım. En ahırda nayt köp adamlardan burnumga yegandan keyin Zakir apandimni tapdım. Zakir apandim bütün bajlarımni tozalab, yillik taksi ishlarimni nayt yaxshi qilib, Zakir apandimni qo'liga o'tgandan keyin men nayt yaxshi işlerimni davamlaştırıvatman. Men hozir hem tilda qiynalmayman, hem boshqalarga qo'yilib ketmaymiz. Mayli mush Washingtonda bo'lsin, mayli boshqa shtatlarda bo'lsin, Amerikaning barliq, mayli Kaliforniyada bo'lsin, mayli qandaq yerda bo'lsin, Amerikaning qandaq shtatida bo'lsin, mayli Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar, barliq turkiy millatlar qarindoshlarimizning Zakir apandimdek bizning bir balimizning, bizning taksimizni ishlab beradigan yillik taksimizni ishlashga mushundaq bir balimizning bor ekanligini bilib qilishinglar uchun beshimdan nurg'un ishlar o'tib ketgan bo'lg'achqa, hammani Zakir apandim tozlagandan keyin men mushundaq bir balining Uyghur xalqiga ve barliq Türkiye milletlerine tanıştırış için özüm oturga çıktım. Mana şu bu yıldan başlap hammanglarning Zakir apandimni izlashinglarni umid qilaman. Çünkü hamma ishinglar qolaylik bo'ladi, ham o'zinglar tilinglarni so'zlay olasizlar. Qilmoqchi bo'lgan tozlayolmagan ishlaringlarni tozalab berdi. Shuni men sizlarga xabar qilib, mush Zakir apandimni tanıştırib qo'yay deb Mişaga chiqib ekranda so'zlab o'tiribdim. Chunki mening beshimga kelgan duch kelgan masalalar nurg'un qarindoshlarimning beshiga duch keladi. Mana shu Zakir apandim turibdi, Zakir apandim bilan buningdan keyin birga ishlaylik. Rahmat sizlarga. Bu balimiz o'zbek ras. Unutqaptman. Assalomu alaykum. Avvalo Robiya xonimga juda katta rahmat, tashakkur aytmoqchiman. Mana shu imkonni menga berganligi uchun. Mana bu yil biz juda yaxshi bir plan qildik. Amerikadagi barcha do'stlarimizga, o'zbeklarga, qirg'izlarga, uyg'urlar jamoatiga 2019-yil, 2020-yil soliq qonunlari bo'yicha, soliqni tayyorlash bo'yicha Amerikaning hamma shtatlari bo'yicha yordam bermoqchimiz. Bizlarga keling, mana bizga hozir qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, aloqa uchun telefonlarimizni, adreslarimizni beramiz. Endi qisqagina yana shu firmamiz haqida aytib o'tmoqchiman. Bizlar 10 yildan beri Virginiyaning Fairfax tumanida faoliyat olib boramiz. Soliq bilan bog'liq bo'lgan barcha masalalarda do'stlarimizga shu vaqtdan beri har qanday muammo bo'lishidan qat'iy nazar yordam berib kelyapmiz. Siz ham bizga keling, birga bu yil ishlamoqchimiz.